degan düşman desem ishonmaysizlar bolalar. Ama tatishini ko'dinglarmi? Kimning eri bexotinini chiroyli rasmlarga tatidi? Hammamizning ayollarimiz rasmga tatgan mashta tatidi. 60 kiloluk bedenni 80 kilo qilib, qonda talantay buladiki. Eringlar tatib qo'ygan rasmlarni pinglincha yo'llarni men ko'rib baqay. Meni sat tatamdi, yoslarim sat tatamdi. Rasmga tatib qo'ydigan og'zimga varas vurus qaras qurus qilib urib etkim kelib. Sat bo'lsimi tatib qo'yganingizga rahmat operator deb rahmatlarni aytib, internetdan o'rgangan tamoqdan birini aytib, yem bo'lsimi salomlarimni sal baldo'roq aytib, men kelib qoldim qizlar. Qanday ahvolinglar do'stlar, yaxshimi? Men taranch kilim yasardan hammanglarga o'tliq salomlar bo'lsin. Vlogimni ko'rayotgan, men yurak berayotgan qizlarning qo'llaridan gullar unsin, chiroylaridan kulki ketmasin, menga o'riq silvat olsun. Yurak bermay serib o'tib ketganlar 100 kiloga samirib ketsin. Bugün mende mesele operatorda. Hili burnumdan töşügün tatvatıdı. Helikopterden pırışıp qağayırın tatvatıdı. İş qılıp men menemese bugün ekranda. Adın sorap bakayçı kızlanmış yol dışınlar bilen bir yelek berip çıraylık bir resimleri tatıp koyuyorlarsa tatqa resimlerden razı bulamsızlar. Kögününlardak men şunda razı. 60 kiloluk bedenini 80 kiloluk tatıptı. Bir de 60 boyum ne? 60 santi tatıptı. Kıyne menen bir de 60 boyam. Çıqamay desem oran bir internetten öğrengen tamaqni etip tömenkedanglar çıqıray endi dostlarımız bir foydalanıp qalsın deyse ehval mana moşta hop qaldı. Ha bopdan to'g'ri tushunib endi kuldiga kelgan kulib o'zinglarni erkin o'tirib filmimning oxirini ko'rgaysizlar qizlar. 2 sekundlik e'lon kelib qoldi qizlar. Majashning payizligini ko'rdinglarmi? İbay judim. Chachi suyuqliqni bozorga soldim. Kepek yo'qtidi degan guvohnomasini anga oldim. May chachlarni kontrol qildigan materialni soldim. Qinglar chechinglarni bugun jusanglar ayat smaylashadigan xonim qizlar. Hohoy, bo'ldi meninkini jupay qang 4 kunga jumsingizmi chechingiz maylashmaydi. Maylashib qas menga hisob. Ha, 39 koy seri qaruq isib qo'ydim jumi. 29 koyliqi chachaqsil, 69 koyliqi chachish bilan chachaqsil birga chiqadigan jumi do'stlarga arib elinglar hamiz bir ulanmada. Ondan qurg'oq chashqa maskelamda da'atgan qizlar, ha shu mening chechim qurg'oq, lekin men chechimning 5 yildizi bor, faqat ko'pmaydi danglar. Shu ko'pmaganga to'ya deb maylab turib shapalaq qilib tugatdim. Hozir tukkunim bo'lmaydi mana, ajoyib ko'pidi. Shunda chiroyli ko'pidi. Bu chechinglarning yildizi ko'pmaydigan, beshinglarning chechinglar oz ko'rinadigan do'stlar juperinglar shir boshli bo'lasizlar. Liqli chiqdi chechinglar ajoyib chiq ko'rindi jumi. Chashni siliq tal paqraq qildi. E'lon tugdiyamsa, men internet o'rgangan tamqimni bir davtay. Rahmat, yo'ldoshim shunda qobdan tatibsiz. Yo'ldoshimning yetakchiligida men internetdan o'rgangan jerkop tapmo bir tamoq bor ekan. Shuni men etib chiqay deb mana mushtaq materiallarni tayyor qildim. Qaynonam yonmidi, men qo'riymi balamla dedi. Ha bo'pti desam, mayga ozroq shekarni soldi, to'pidan go'shtni soldi. Ammo bu tamoqqa boshqa ishdimmi emas ballar shunda o'xshaydi ekan, lekin go'shtchiq ketirgan. 2 kunlik tamoqning go'shti biroq ketdi meningga. Bu tamoqni go'shtchi qo'ysa aytding, bo'lmasa lag'ma aytding degan tamoqqa. Shunda qilib bir kun qassobning xotindek bo'lib oldik-da, mana liqqa go'shtni solishlarga qozonga, undan keyin nima soldi? To'xtanglar, men aldirmay masalalarni hal qilaylik. So'ng piyoz soldi, andan keyin sinjang soldi, samsaq salatga samsaqni unutib qoldik kelsa, keyinroq sevib qoldim, savuz bilan bilalamchu. Asli mushu piyoz, samsaq sinjang uchun bilan salatga. Andan qizatquchilarni soldi. O andan buningga cho'ng ustamning jerkop tetib qo'ysin solishlar deganda endi bu xato o'ylab qolmasin deb dukan chiqib tepkirdim. Baka, ha soldim shuningdan. Amanam aytganki umdiroq aytay deb. Shuning bilan savuzini soldi, qo'noq soldi. Andan keyin obdan qo'rib aytgandan keyin suv quyvatdik. Arliqda bir narsa sep mushu deyishni unutib qolgan bo'lsam, ekranda ko'rib olasizlar qizlar. Manda qarsam, mening asli qobiliyatim toza yaxshi emas ekan. Matamaxni mushu etib bo'lgandan keyin his qildim, bulto bir qitim etib tuqqan deb. Demak, bir yil o'tdi bu tamoqni atmaganimizda shuni unutib qolgan o'xshayman. Mush go'sht pishib bo'lgandan keyin anda mush yangi yo'n solimizga. Mavo pintozani cho'qim bir yumshoq bir qaynatib tinglarchu, qaynoq suvdan pek qattiq qilib qas faqat yalamayman men. Shuni o'zim bir qaynatib etgan, buni tatmay qoptiman. Shu yumishtirib tayyor qilib olgan pintozini qachilarga tashib qilib bo'lib olgandan keyin to'piga mana mushta materiallarning hammasini silib, tayyor qilsak, ham shu jerkop tayyor bo'ladi ekan. Baholug'chilar baholab yiqqanlar xil o'xshitibdimanmi? Gerchi qo'rishni qinonam qo'rgan bo'lsinmi? Bo'pti, amsa qizlar bugungi filmim ishga daxillashdi. Ayt ko'rishaylik, xayr xo'sh, go'njoq bo'lishni unutib qolmanglar. Ayt yanchiqman.